Xo'p, bunda ko'rib turganlaringizda biz yana Deonex eshiklarini oltida turibmiz. Assalomu alaykum YouTube ahli kuzatib turgan aziz birodarlar. Men hozir Tojikistonda kelib turib, o'zimda Deonex mashinamga 4 ta eshik komplekt aldim. Mana ko'rib turibsizlar, 4 ta eshik. Ya'ni men ketishimda oldim anapmanki, bularni men o'zim mashinamga komplekt qo'ymoqchi edimki, usbet qilmadim. Chunki u eshiklar tappa tayyor hozir kraskaga. Mashin tayyor emas. Mashin tayyor bo'lguncha yana bir 10 kun vaqt ketadi, 15 kun. Meni vaqtim tamom bo'ladi. Shuning uchun maqsad eshiklar tappa tayyor sataman. Ana agar Rossiyadan ham birini pakupatil chiqsa, o'zim shu o'zimni mashinamni ustiga artib olib ketaman. Chunki eshiklar tappa tayyor, chirigi yo'q. Buni ichidan ana nima deyish, shpaklyovka qilib tayyorlangan, kamchiliklari buni ichi tarafini ko'rsatishga harakat qilamiz. Ichi tarafi ham qarang, Deonex'larda mana shu pasti chirigan bo'ladi, lekin bizniki uni parogini ko'rsatadi. Lekin bu yaxshi, brend chirigi yo'q. Ana eshiklar bunda yaroqli eshiklar. Ana kimdadir oladigan odamlar bo'lsa, 4tavini birdan olsa narxi 10 mingdan. Agar birdan 4tavini olsangizlar, kam-kam birinsin o'tkazib nima qilaman? O'tkazib beraman eshiklarda. Keyin har doimgiday aytib o'tganimizda iloji bo'lsa podelitsiya qilingizlar, kommentariyaga yaxshi fikr qoldirib va kanalga obuna bo'lingizlar. Sizlardan nima ketib taqaylar. Qaysi biringiz obuna bo'lib turib like bosib, podelitsiya qo'ysangizlar, qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar bizni kanalimizni. Xo'p, aziz do'stlarimiz omon bo'lsin. Sizlar bilan biz doim birgamiz va mana shunday yangiliklarni YouTube kanalimizda kuzatib boraverasizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Eshiklarni yana bir marta olamiz, ko'rib o'tingizlar. Keyin mana orqasini ko'rsat. Mana eshik. Astlari, paroklari yaxshi. Mana nimalari ham bor. Nima deydi shu qulubima nimasi bo'lsa shol. Mana bunisi ham yana qaytarib ko'rsatdim. Qash qizim, ana yoqqa tur. Mana bular ham ostini qarang, yangi turibdi. Birin hali chirimaganda, sal mamnelar sarg'ayin deyapti-yu, lekin bo'larim deganda hech narsa emas. O'zim afsuslanib turibmanki, isbat qila olmadimki shularni qo'yishlikqa. Mana bu eshik esa hatto mundayini ham bor. Mana bu eshik ham tappa tayyor, birin nimasi yo'q. Birdaniga 4 tane olaman degan odam bo'lsa, kerak bo'lsa olib beraman Rossiya. Buna qum tiyibdi, bular to'proq qay. Ko'rib turibsizlar, eshiklar tappa tayyor. Videoni kuzatib boringizlar, keyingi videolarda ko'rishguncha, ana nima deydi? Aman bo'lingizlar, xayrsa.